Hurmat! O'tir. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Ustoz o'ylantirmasak bo'lmaydi. Уже tomlar ketyapti. Haydi. Go. Ey! Ustoz sizni uylantiramiz. Rostdan. Ha? Domla mana shu. Hurmat. Va alaykum assalom, yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Qo'sh xizmat. Qulchilikka keluvdik. Qulchilik? Qulchilik. Ha, qulchilik. Ko'bala kim? Sizmi? Voy, men sizdan shuni o'ylayman, navralardan keltirib endi bir rahmatli bo'lib ketdi. Qani kiringlar chiqaring, xursand bo'ldinglar odam. Ha endi sizni bog'ingizda bitta kundalik bor ekan. Bizni bog'imizda bitta direktor bor. Shu desiz, o'sha bog'ingizdagi kundalikka 2 qo'ymoqchi ekanlar, ey. 5 qo'ysa bo'lmaydimi bu? Endi bu yoshlarda 2 qo'ysanglar ham katta gap-da. Hatya uchdilaring. Endi hozirgi kuni to'y qilisham oson emas. Yugurlarni kim qiladi endi? Biz qilamiz. Yaxshi. Buni kelin ko'ynaydigan narsalar bor, u ham palon pul turadi. Xotir olmang, mana adamni kelin ko'ring savollari bor. O'zlari bittada hal qilib beradilar. Uy, Qarab, shunaqa boyvachchalar direktorman. kelin ko'ynay yaxshi ekan, menga yoqdi, ma'qul. Endi bu to'y xarajatlari bor. O'shalarni kim qiladi? Biz qilamiz. Sanlar pullaring yo'q-ku? Endi ayta fontiga bir haftadan beri pul yig'asiz, o'shaga yetib qolsa kerak. Yo, men u pulni ishlatmayman men. Mana shu xarakteringiz yoqdi. Shu xarakteringiz uchun qizimni beraman. Halol odam ekansiz. Gap yo'q. Yo, to'xtanglar. Meni sizlar noto'g'ri tushunyapsizlar. Men u pulni davlat ishlatib bo'lganman demoqchi edim. Voy. Men siz halol odamsam